iPhone'unuzun bataryasını tejash usuli. Settings kirib, General kirib, Background App Refresh kirib, Background App Refreshdiki buni iqtidorini etibimiz. Bu nima degan gap desanglar, o'sha telefoningiz qaşlagan barliq applar Wi-Fi desa, Wi-Fi ulanganlarni o'zligidan mazmun yanglaydi. Wi-Fi yani cellular data degani telefoningizningki yaqin miqdor vaqt bilan Wi-Fi'da siz ulag'liq bo'lsa ham avtomatik mazmun yanglaydi. Unda vaqtda yani telefoningizni itib qo'ysangizmi, yani tok xo'raydi degan gap, batareyasi xo'raydi. Shuni buni itibimiz. Ondan settings qaytib battery batareya degan gap, battery health kirib, optimize battery charging ni ichib o'tamiz.